Shoshilinch xabar: Tolibon kunduzda o'zbek jurnalistini hibsga oldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Afg'onistondagi Tolibon muvaqqat hukumati o'zbek millatiga mansub bo'lgan Uranus TV jurnalisti Nazira Rashidiyni hibsga oldi. Bu haqda Rashidiyning singlisi Hajira Rashidiy Qalampir.uzga ma'lum qildi. Bildirishicha, jurnalist bir haftadan beri Tolibon zindonida qo'llari va oyoqlari zanjir bilan mahkamlangan va juda yomon sharoitda saqlanmoqda. Rashidiy 2 nafar farzandning onasi, oilaning yagona boquvchisi hisoblanadi. Uning turmush o'rtog'i Ashraf G'ani boshchiligidagi sobiq respublika davrida harbiy bo'lgan va 2021-yilda Tolibon hukumatini egallash vaqtida guruh tomonidan o'ldirilgan. Toliblar o'z nazoratidagi ommaviy axborot vositalari va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda opamning jurnalistik faoliyatidan foydalanib, unga qarshi huquqiy va xavfli ish qurayotganlar. Ular avval uning obro'yi va ijtimoiy maqomiga zarba berishga harakat qilishmoqda va keyingi choralarni amalga oshirish uchun zamin yaratmoqdalar, deydi Hajira Rashidiy. Qolaversa, jurnalistning singlisi butun dunyodagi o'zbek va boshqa turkiy jamoalar, siyosatchilar, olimlar va ta'sir doirasi yuqori shaxslarni Nazira Rashidiyga ozodlik berish va uning hayoti, obro'yini himoya qilish uchun ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy axborot vositalari orqali keng ko'lamli kampaniya boshlashga chaqirgan. Chunki ertaroq harakat qilmasak kech bo'ladi. Shuningdek, biz O'zbekiston Respublikasi Prezidentidan iltimos qilamizki, tezda chora ko'rsin va Nazira Rashidiyning ozodligi, hayoti va obro'yini himoya qilsin, deydi u. Ushbu voqealar fonida Tolibon Nazira Rashidiyning hibsga olinganini tasdiqlar ekan, uni yana 4 nafar ayol bilan birga jinoiy ish doirasida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tolibonning Qunduz viloyati xavfsizlik qo'mondonligi matbuot kotibi Jumauldin Hokisor 2026-yil 12-yanvar kuni Rashidiy OAVdagi faoliyati bilan bog'liq holda hibsga olinmaganini ta'kidlagan. Biroq jinoiy ish doirasida hibsga olingan bo'yicha aniq tafsilotlari ochiqlanmagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Afg'onistondagi Tolibon muvaqqat hukumi Mozori Sharif shahrida Temuriylar davrida yashagan buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy haykalini butunlay buzib tashlagani haqida xabar berilgan edi. Shundan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mazkur masala yuzasidan rasmiy izoh olish maqsadida Tolibon muvaqqat hukumati vakillari bilan bog'langan. Buning ortidan Marshal Abdulla Rashid Do'stum va qizi Rohila Do'stum Tolibonga tahdid qilib, Tolibon ertami-kechmi o'z qilmishlari uchun pushaymon bo'lishlarini ta'kidlagan. Afg'oniston tomoni o'sha paytda Alisher Navoiy haykali o'rnatilgan joy alloma xotirasiga munosib emasligi, shoir va mutafakkir sharafiga yanada ko'rkam muojja qilishligi lozimligi sababli haykal mahalliy hokimiyat tomonidan olib tashlangani, yaqin orada yangi yodgorlik barpo etilishi haqida va'da bergan edi. Ammo hanuz bu va'da amalga oshirilmadi. Shuningdek, 2023-yilning fevral oyida ham Mozori Sharifdagi Alisher Navoiyning o'sha haykalini qisman buzib tashlangan edi. Shunda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov bu holatni vandalizm deb atagan va Afg'oniston vakillariga tayanib, haykalni begona shaxslar vayron qilganini bildirgan. Joriy yilning 2-yanvar kuniga kelib, o'zbeklar eng ko'p yashovchi Samanganda universitet peshtoqidan o'zbek va fors tillaridagi yozuv olib tashlandi. Buning ortidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'zbek tiliga nisbatan cheklovlar vazirlikda tashvish uyg'otishini bildirdi. 6-yanvar kuni Tashqi ishlar vazirligining mas'ul vakillari tezkor ravishda Afg'oniston tomoni bilan bog'langanda Tolibon o'zbek tiliga taqiq qo'ymaslikka va'da berdi. Tanqidlar ortidan joriy yilning 11-yanvar kuni Tolibon Samanganda universitet peshtoqiga o'zbek tilini qayta kiritdi, deyiladi xabarda.